Ayni kunlarda Farg'ona viloyati hokimligi, ekologiya mutasaddilari hamda huquqni muhofaza qilish idoralari ishtirokida havo ifloslanishining oldini olish maqsadida keng ko'lamli reyd tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ishchi guruh tomonidan atmosferaga zararli tashlamalar chiqarayotgan manbalar aniqlanib, ularni bartaraf etish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Xususan, Farg'ona, Marg'ilon shaharlari hamda Qo'shtepa tumanida o'tgan tungi reyd tadbirlarida ham ayni jihatlar ishchi guruhi e'tiborida bo'ldi. Sanoat korxonalari, ishlab chiqarish korxonalari va mana shu issiqxonalar faoliyati o'rganib chiqilyapti. Ularda isitish tizimi, qaysi mahsulot bilan isityapti, qanday tartibda bular o'rganib chiqilyapti. Xususan mana bugungi kunda Qo'shtepa tumanida Xumdon MFda joylashgan mana issiqxona faoliyatini o'rganganimizda hozirgi kunda mana ko'mir mahsuloti bilan bu isitish tizimini amalga oshirilayotganligi ma'lum bo'ldi va mana shu isitish jarayonida shu yetarli darajada mo'ri ko'tarilmaganligi va mana shu zamonaviy filtrlar o'rnatilmagani oqibatida atmosferaga mana shu tashlamalar chiqarilayotganligi holati aniqlandi. Bunday holatda shu issiqxona egalariga kerak tartibda ish faoliyatini amalga oshirish, tabiatni muhofaza qilish choralarini ko'rish bo'yicha kerakli ko'rsatma tavsiyalar berilyapti. Ishchi guruh o'rganishlari davomida joylarda 48 ta sanoat korxonalari va issiqxona xo'jaliklari faoliyati tegishli tartibda ko'rib chiqildi. Ulardan 5 tasining faoliyati vaqtincha to'xtatilib, belgilangan talablarni buzgan 15 nafar shaxsga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Havo ifloslanishining oldini olishga qaratilgan tadbirlar hududlarda tunu kun davom etmoqda.